bitta solganda 500 kg yem aralashtiradigan 3 fazali 7,5 kW 1,5 оборотli mishalkamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bedana va to'g'rilar uchun yem tayyorlayapmiz. $502 kilo bo'ldi. $502 kilo yem. Yoping. Kerak ko'rgan bo'lsangiz, chang degan narsa chiqmaydi, og'zi yopiq bo'lsa. Bu yerdan Premixlarni ham quysa bo'ladi mana. Ko'proq ko'tarib yuboraver qoldi, ha. Ikkinchisi akalar 502 kiloga 9 kilo yog'. 511 kilo mahsulot bo'ldi xudo xolasa. 1 kilo Premix 512 kilo. 512 kilo yemimiz mana xudo xolasa aylanyapti. 100% birga bir aralashadi. Shunaqa padacha bo'lsa, tortib ketaveradi. Yemimiz 11 xil mahsulot baliq yog'lari bilan. kilo, 512 kilo yemda xudo xolasa 10 minutda aralashtirib bo'ldik. Akalar, bunaqangi tez aralashtiradigan dom meshalki hech kimda yo'q bo'lsa kerak, xudo xolasa faqatgina Mustang korxonasida bo'ladi. Kimga shunaqangi mahsulotlar keraksa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchilarimiz. Narxi 26 million so'm, O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazida dastavkanamiz tekin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mal.